20 minutda bir payt bo'ldi doda deydi menga. Ya hazillashmalaring dedim. Sizlarga rahmat va işte doktorlarning rahbaridan tortib sizlargacha, sanitarlarga, hammaligiga rahmat, povur qizlarimizga rahmat. Mana keldim, to'satdan bo'lib qolib, to'satdan keldim, to'satdan yotdim. 20 minutda bir payt bo'ldi doda deydi menga. Ya hazillashmalaring dedim. Ya Xudoga ming qatla shukr, mana sira aytaman, qorong'i joydan yoriqqa o'tibman. Miyam tiniqlashib. Hali o'zimga ishongim kelmayapti. Og'ir ahvolda keldim bo'lmasam. Mana 2 kunda keyin yana murojaatim, mana shu sigaret, aroq ichmanglar. Men ichmaganman, chakmaganman. Bolalarga, hozirgi bolalarga aytaman. Murojaatim, ichmanglar, chakmanglar, o'zingizlarga qaranglar. Mana 70, 60, 68 ga kirdim, 57-yilman men. Rahmat sizlarga. Lekin mazza qildim men, barakat topinglar. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin sizlarga. Duo qilaman. 1 yil oldin umraga borib keldim. Ana yana boramiz umraga, Xudo xolasa.